soat nechi bo'pti? Soat уже 2, ya'ni qoq obed. Yaxshi, men do'kon hujjatlarini olishga boraman. Undan oldin esa obunachilar, men sizlar bilan salomlashaman. Hamma salom do'stlar, yana sizlar bilan Kanroji. Do'stlar, men bugungi videoda men mana bu do'konni ta'mirlayman. Chunki men bu do'konni sotib oldim va menga buni ta'mirlash aytildi. Undan oldin esa biz borib buni merdan so'rab kelamiz. Qani, rostdan ham biz bu do'konni ta'mirlasak bo'ladimi? Hujjatlar. Xo'sh. Eshik ochiq, demak mer yo'q. Merni kelishini kutgunimizcha o'sha vaqt o'tib ketdi va bu merning xonasi. Adashmasam, mana shu bizning hujjatlar. Olamiz va mer kelgandan keyin albatta o'zlariga hujjatlarni olganini aytamiz. Okey, hozir esa do'stlar biz uyimizga borib bu hujjatlarni qo'yib o'zimizga kerak bo'lgan narsalarni olamiz. Qani, bu yerda oziq-ovqat, demak bizani bunisi javonimizda davot. Bizani ish aslahalarimiz turibdi. Albatta hammasi kerakli. Hujjatlarni qo'yamiz, telefonimizni olamiz, pulishni ham olamiz. Okey. Va biz ketdik. Endi esa eshikni qo'ygan jitilni kirib qolmasin. Yopildi. Stream xonamizda esa kompyuterimiz bizni chaqiryapti. Okey. Bu mayli turib turadi. Biz buni yopib, bu yerni ham qulflab ketamiz. Va biz ishimizni boshlaymiz. Do'stlar, birinchi bo'lib biz bu qishloqni, qishloq debman, do'konni mana bunaqa o'rgimchak to'rlardan xalos qilamiz. Qani, unda boshladik. Buni bizni ham oldik. Achlarcha bu oldin ketgan ekan. Bu yerdagi ham bir ekan. Oxirida biz to'rlarni oldik. Do'stlar, biz bu to'rlarni olib bo'ldik. Endi esa qutilardan o'zimizga kerakli bo'lgan narsalarni olamiz. Xo'sh. Birinchi qutida do'kon uchun mahsulotlar. Bularni olamiz. Hozir telefon uncha kerak emas. Bularni olamiz. Hozir bo'lmas, badishmasa buni oldik-da. Xo'sh, buchi. Zavod biz ishlatadigan narsalar bu yerda ekan. Okey. Biz bu ishlatilgan bochkalarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bu yerga taxlayveramiz. Qanunda boshladik. Taxtalarni ketma-ket qo'yib chiqamiz do'stlar. Xo'sh, sondan keyin qilishimiz mumkin. Endi esa tepani qilamiz kanalga. Xo'sh do'stlar, tepada ham ancha ko'p teshiklar bor ekan, bularni ham yopib qo'yamiz. Okey, bularni yopib bo'ldik. Endi esa bunaqa bularni qo'yib chiqamiz, ya'ni bu tom. Bo'ldik. Va yana pastga tushamiz. Xo'sh, bular ortib qoldi va bu yerga solib qo'yishimiz mumkin.
Endi biz oynalar bilan ta'minlab chiqamiz. Yo'q, yomg'ir yog'ib yubordi. Ana mayli. Eng muhimi biz ichkaridamiz. Bu oynalarni esa sindirib chiqamiz. Okey. Juda ham yaxshi. Endi esa chiqib boshqa narsalarni ham olamiz. Nonni esa men bilan olib chiqishim kerak. Buni olamiz. Okey. Adashmasam u yerda ham bor edi. Уже yomg'ir tugabdi. Qanday yaxshi. Biz eshik qo'ysak, hammasi o'z soyiga tushadi. Okey, 3 ta keraksiz chiroqlar. Nimadir netto. Balki biz eshikni kirishini ham o'zgartirishimiz mumkindir. Agarda biz buni olsak va kirishni bir taxta, ya'ni bu yoqqa ko'chirsak bo'lishimiz ham mumkin. Yo'q. Qani tengmi bu yerga? Yana bitta zina aytamiz. Okey, zinalarimiz bo'lishi kerak. Ungacha eshik kerak bizga. Xo'sh. Eshik qayerda bo'lishi mumkin? Bundami yo'q, bu yerda, bu yer kerak emas. Xo'sh. Eshik aytmabmiz va men eshik va o'sha zinaga zakaz berib qo'yaman. Do'stlar, birinchi qism o'z nihoyasiga yetdi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha xayr.